Ko'pchilik akalarning so'ragan ikkita sepli gustinsa apparatlarimiz yetib keldi. Hozirda sizga buni ma'lumotlarini berib o'taman. Bo'lsa, ma'lumotlarni boshladik. Yoqilg'i turi biz. Bizning boklari 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Filtrlari massivli filtrlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Massivli filtr qanday ishlashini ko'pchilik traktorchi akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Xo'p, yurg'ish joylari zavodni orqali yarimta tortgan yerlarda zavod olib juda ham sifatli ishlab beradi. Seplarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Pechatli seplardan qo'yib olib kelingan. Hop. Harakat olishi, motor ishga tushadi. Motordan shikif chiqqan. Shikif через remenni aylantiradi va reduktorga harakat beradi. Reduktor sepga harakat beradi. Skorlari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlari bor. Hop. Skor urganingizda sirasi yurib ketmaydi. Mana qizil nuqtani bosasiz, keyin yuradi. Keyin rollarini pastga, tepaga qilib ishlashingiz mumkin. Eng qizig'i sizlar uchun mana sizlarni ko'chatdagi kirish uchun mana bunday qilib turib ishlatishinglar ham mumkin. Xohlaganlar uchun bu tomonga, xohlaganlar uchun bu tomonga bo'ladi. Xohlaganlar uchun mana bunday qilib ishlatishinglar ham mumkin. Kimga qanday ishlatish oson bo'lsa, o'shunday qilib ishlatish mumkin. Endilikda komplektiga frezalari ham, pluglari ham yetib kelgan. Xohlaganlar uchun alohida balon sotib olib, seplarini olib qo'yib, balon qo'yib ishlatishinglar ham mumkin. Seplarni ham qo'yib ishlatishinglar mumkin. Agarda kimdan ham xuddi shunday gustinsa apparatlarini xarid qilib olmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Endilikda siz bizdan motoblog yoki gustinsa xarid qilib olganingiz uchun sizga prosta takka bonuslar ham qo'shib beramiz. Bonuslari nima ekan deganlar uchun mana bunday shurpayorlar, tekinga yangi mana bunday kulishnavo'rlar. Kulishnavo'r shurpayorlar olishni sharti juda ham oddiy. Shu videoni ko'rib o'tirib, bitta laykni yozib, kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yasiz va agresserius do'koniga kelib, istalgan turdagi motoblogni xarid qilib olasiz. 7, 13, 15, 17, 30 motoblogni xarid qilganingizdan so'ng do'kon ichidagi omadli baravan sizni kutib oladi. Xohlasangiz bu tomonga, xohlasangiz bu tomonga aylantirishingiz mumkin. Mana shu baravanni bitta aylantirasiz. Sizga mana shunday mana qarang. Yangi shurpa kulishnavo'r tushadimi? Mana bunday shurpayor, mana bunday drill tushadimi sizga shundoq tekinga berib olinadi. Ishlatib tekshirib beriladi. Mana shu yerda shurpayor, drill, balgarka, mana bu yerda dori sepadigan apparatlar ham bor. Mana shu yerda nimaiki bo'lsa mana shu baramanda bor. Kelasiz, bittadan tasdiqlab shundoq sizga berib olinadi. Manzil so'raganlar uchun manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agresserius do'kon. Jonlaring sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Xo'p akalar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.